5000 rubl yoki 500 rubl jarima olgansiz, shtraf olgansiz, to'lamasdan chiqib ketgansiz. Mana shuning uchun zapret qo'yishlari mumkin. Navbatdagi zapret turi bu podpunkt 10 chasper statiya 27 fezi 114. Qanday holatlarda taqiq qo'yiladi? To'lanmagan jarima yoki soliq bo'lsa. Misol uchun 5000 rubl yoki 500 rubl jarima olgansiz, shtraf olgansiz, to'lamasdan chiqib ketgansiz. Mana shuning uchun zapret qo'yishlari mumkin. To'lanmagan shtraf miqdori muhim emas. 500 rubl uchun ham, 1000 rubl uchun ham qo'yishi mumkin. Zapret muddati muddatsiz qo'yiladi, ya'ni besrochni to o'sha shtraf to'lanmagunicha bekor qilinmaydi. Qanday holatlarda bekor qilinadi? Bu zapret turi 100% bekor qilsa bo'ladigan zapret turiga kiradi va to'lanmagan jarima aniqlanadi, to'lanadi va zapret qo'ygan davlat organiga kvitantsiyani yuborib bekor qilinishi so'raladi. Shu bilan bu zapret bekor qilinadi. Agar sizda yoki yaqinlaringizda zapret bor bo'lsa, bizga murojaat qiling. Bekor qilish imkoniyati bor yoki yo'qligini ko'rib chiqib aytamiz. Agar boshqa zapret turi bilan zapret qo'yilgan bo'lsa, profilimizga o'ting. Har bir zapret turi haqida batafsil ma'lumot berganmiz.